Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilarim, Muslima opa-singillarim, qadrli ovsinjonlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda tovuq go'shtli va ananasli salat tayyorlaymiz. Bu salatni siz albatta tayyorlab ko'rishingiz shart. Juda ham mazali salat. Men hozir 25 porsiya tayyorlayapman. Sizlarga videoni tagida retseptni yozib qoldiraman. Demak, bizga kerak bo'ladi iceberg karomi, shunaqa katta to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz va ananas konservalanganidan ishlataman men. Sveji bo'lsa undan ham yaxshi. Mayda qilib to'g'rab olasizlar ananasni. Keyin tovuq go'shti qaynatilganmi, duxovkada pishganmi farqi yo'q. Tovuq go'shti bo'lsa bo'ldi. Keyin mayonez, men hammasini grammlari bilan 12 porsiyaga yetadigan qilib sizlarga videoni tagida yozib qoldiraman. Mayonezdan tashqari kinza qo'shganman, kashnich va kitayskaya kapusta. Kitayskaya kapusta ham hamma bozorda bor. Kimchi qiladigan, koreyskiy kimchi qiladigan kapusta. Ovsilarim lifehackni ilib olinglar. Men chesnoqni har doim shunaqa yog'ni ichida saqlayman. Porlar shunaqa qiladi ko'pincha. Maydalangan chesnoqni mayda nimadan izmilchitildan chiqarilgan shunaqa yog' quyib ustiga ko'proq saqlasanglar bo'ladi. Tabga ko'ra ozgina tuz qo'shasizlar. Keyin mayonez, chesnoqlar bilan hammasini yaxshilab aralashtirib bemalol yeyishlaringiz mumkin. Mehmonlar bo'lsa mehmonlarga tortishlaringiz mumkin. Juda ham mehmonbop salat va juda ham oson tayyorlanadigan salat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Videoim yoqqan bo'lsa like bosib va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.